endi taxlab qo'ydim. Onamiz tikib bergan. Qo'ling qo'ymasin qizim deb. Onangiz hayotlarmi? Endi o'tdilar. Necha yoshda? 86 yoshga. 86 yoshda. Ha. Mashalloh. Bu yoqdagilar juda ham uzoq umr yashashadi. Ha. Endi hozir koronavirusdan beri kasallik ko'p bo'lib, umisi sog'lom, hammamiz sog'lom ichida. Yosh o'lish yo'q ichida. Ko'rinadimi? Ha, ko'rinadi. qizim har zamonga Siz necha yoshdasiz, xola? 67. 67. Mashalloh. Videoga yaxshi ko'rinadi, ha? Ha, Qani olib ko'rsating. mana. Endi men bilan kirib, issiq nonda yeb, nasib bo'lsa bir choy damlayman sizga. Murabbo bilan yeysiz, ta'mini ko'rasizki, ketasiz. Voy. Yo'q, xijolat bo'laman. Yo'q, hijolat bo'lmaysiz. Ana. Bo'ldimi? Ismingiz nima edi? Ismim Zahro. Zahrojon ketdi. Mana. Hidi yaxshi ekan dedilar. Aytdim yangi